Ağıpsız, rahmet. Buning tirlak kelishib yurganda bo'yma terazda. Şu terezge berevering sıxam kuymaydi, kavabam kuymaydi. Tamam bu siz aytgan 70'lik emas, 65 ming so'mdan bering buni. Endi bize teraz bo'lganda bozorga olib borsak bo'ladi, tirlak yeb berib o'tirdik. Ya, 70 deb aytaman ana. 65. Buraq bozorda ko'rdim, her tarafga 65 mi, 75 mi, 78, 67. Endi to'g'ri, rahmat. Bozorga olib borib rasxot etasiz-ku, bez rasxot. Men qarang bir guring aytaman ata. Hurmatli Avval berdingiz. Ava. Arqalarni bu yerdan silab, rahmat. Men Mesnilarimiz. ben 60 sizga 65 emas, men 65 emas, sizga 70 emas. Ben 68 ming so'mdan 5 kilogana skidka qaytib bering, ovqat bermaganingiz uchun. Haqiqat. Ava. Kecha xabar kelgandan Ava. keyin bermadik. Bo'ldi, rahmat. Silaganingiz uchun. Bering, meylab o'tirmoqchi. Bo'ldi. Mayli, yaxshi, derin arkasından kelganingizda mayli. Bo'ldi, Razı razı. 70, razı. Bo'ldi. Biz 70 deb razımız yaxshi. Bo'ldi ana, rahmat. Qo'y, suyun. Rahmat. Nasib etsin. ata, silab berdingiz. Nasib etsin. Haqiqat. Baqqanga rahmat deb Bo'ldi, qo'yasizlar, xudodan shu Ya otamni. şu atama bir like'larda basıp ya negatifçilerge jo'natib qo'yinglar. Bo'ladi, xudo xolasa. Yaxshi. Bo'lsa bozorga olib borgimiz kelib. Buna keldik Beruniga. Beruni axir ber, to'g'rimi? Adam qo'shtirgan Ava. mayli. Adamlar aytib turibdi-da, kelmasa qurib malni tashiymiz. Mana keldik. Maling zo'r bo'lsa boramiz, Berunimi, Buxorami, boshqami. Borib olamiz. Mal zo'r bo'lsa, shunday sifat bo'lsa olamiz. Argılardan qo'shtirgan mayli. Rahmat, ag'a. Shu bo'lgandan birga yiberamiz deb. Bo'ldi, rahmat.